bahsni qatnashchilar, talabalar, magistrlar bilan bugungi meni maktabim dislipidiniyalarga bag'ishlangan 2025-yilgi Yevropa kardiologlar jamiyatining, ya'ni European Society of Cardiology 2025 years birinchi gaplashadiganimiz dislipidiniya haqida qisqacha tushuncha va u haqida beriladigan ma'lumotlar. Dislipidiniya bu qondagi lipid miqdorining ko'tarilishi, aynan asosan 3 tur farqlanadi. Bular LDL, ya'ni low density lipoprotein, bular ko'tarilishi mumkin. Elevated low density lipoprotein cholesterol, reduced high density lipoprotein cholesterol, and elevated triglyceridemia. Uchta asosiy turi farqlanadigan bo'lsa, shularning eng muhimi, ya'ni the primary therapeutic targets low density lipoprotein miqdori hisoblanadi. Endi bu 2025-yilgi rekomendatsiyada quyidagi asosiy yangiliklar kiritilgan. Birinchisi yangi yurak-qon tomir xavf omillarini baholash sistemasi, ya'ni SCORE2, SCORE2-OP and SCORE2-DM, ya'ni SCORE bu oddiy yangi baholash taktikasi, ya'ni ikkinchi versiya hisoblanadi xavf omillarini baholash. Bu asosan 40 yoshdan 69 yoshgacha bo'lgan, lekin qandli diabeti yo'q bo'lgan bemorlar uchun ishlatiladi. SCORE2-OP older person 70 age older, ya'ni 70 yoshdan yuqori bo'lgan bemorlar uchun ishlatiladigan xavf omilni baholash usuli hisoblanadi. Va keyingisi alohidasi bu SCORE2-DM, ya'ni diabetes mellitus, ya'ni qandli diabeti bor bo'lgan bemorlar uchun alohida xavf omilni baholash taktikasi hisoblanadi. Demak, birinchi yangiligimiz shu bo'lsa, ikkinchisi bu yangi qondagi lipid miqdorini kamaytiradigan dorilar, ya'ni agentslar kashf qilindi. Bular bempedoic acid, ya'ni alohida kislota, va ikkinchisi evinacumab, ya'ni low density lipoprotein reducer antibody, ya'ni bu antitela hisoblanadi. Bu to'g'ridan to'g'ri lipidlarning miqdorini kamaytirishga qaratilgan eng zamonaviy davolash taktikasidan biri. Bu keyingisi intensification of lipid lowering therapy, ya'ni o'tkir koronar sindrom paytida, ya'ni o'tkir miokard infarkti yoki unstable angina, ya'ni stenokardiya paytida statin terapiyani, ya'ni lipidlarni kamaytirish darajasini kuchli nazorat qilish. Ya'ni misol uchun biz infarkt bilan kasallangan bemorga asosan qondagi antiagregat terapiya, antikoagulant terapiya qilamiz, lekin lipid lowering terapiyada yaxshi e'tibor bermaymiz. Shuni kuchaytirish orqali biz yanada kuchliroq samara olishimiz mumkin demoqchi. Keyingisi lipoproteinlarni xavf omillari qatorida qay darajada muhim ahamiyatga ega ekanligini aniqlash bo'lsa, keyingisi gipertrigliseridemiya, ya'ni triglitseridlar miqdorini boshqarish bo'yicha tavsiyanomalar berilgan. Bu yerda nima haqida ma'lumot beriladi? Ya'ni bemorlarni xavf omillari bo'yicha asosan 5 ta kategoriyaga bo'lingan. Bular low risk, moderate risk, ya'ni eng past xavf, o'rta xavf, yuqori xavf va juda yuqori xavf bor, yana ozgina hattoki ekstrem risk, ya'ni juda yuqori xavf ham berilgan. Bu xavf omillariga qarab turib, ya'ni bemorlarimiz qaysi xavf omiliga kirsa, ularga maxsus lipidlarni tarkib darajasi belgilangan. Ya'ni aytaylik, misol uchun bir bemor ekstremli riskga ega bo'lsa, aytaylik, oxirgi 2 yil ichida bemorda aytaylik infarkt yoki insult o'tkazgan, oxirgi 2 yilda. Bu bemor uchun LDL ning qondagi darajasi 1 dan kam bo'lishi kerak. Bundan yuqori bo'lmasligi kerak. Ya'ni bizning maqsadimiz shundan kamaytirishimiz kerak bo'ladi. Yoki o'zim aytaylik, bemorda hali hech qanday xavf yo'q, juda past xavf. Aytaylik, skor shkalasi bo'yicha 2% dan past bo'lsa, bunda bemorda qondagi lipid miqdori 3 dan baland bo'lmasligi kerak. Ya'ni 3 dan past bo'lsa bo'laveradi, yoki 3 dan baland bo'lmasligi shart.
Endi qaysi bemorlar bu past risk, o'rta risk yoki yuqori riskga kiradiganini bu yerda aniq kategoriyalar mavjud. Ya'ni birinchisi very high risk individuals, ya'ni eng yuqori xavf omildagi bemorlar. Birinchisi mana documented atherosclerotic cardiovascular disease, ya'ni bemorda aniq atherosclerotik kasallik bor. Ya'ni bemor oldin aytaylik miokard infarkti o'tkazgan yoki surunkali kardial sindromi bor, aytaylik stabil stenokardiya, stabil angina yoki bemorda PSI, ya'ni stentlash amaliyoti yoki aorta koronar shuntlash, koronar arterial bypass graft degan amaliyot bo'lishi mumkin yoki bemor stroke, ya'ni insult, transitor ishemik ataka o'tkazgan bo'lishi mumkin. Bunday bemorlar eng yuqori xavf omillarda hisoblanadi. Endi bunday patologiyalar aniqlanmagan bo'lsa ham, lekin tekshiruvlarda, ya'ni clear evidence of atherosclerotic cardiovascular disease on imaging, ya'ni tekshiruv qilganingizda yurak qon tomir xavfi borligi aniqlandi. Aytaylik, ateroskleroz aniqlandi, koronar angiografiya tekshiruvi yoki kompyuter tomografiyasida aniq ateroskleroz bor. Misol uchun aorta ateroskleroz yoki uyqu arteriyalari bor, karotid femoral ultrasound, ya'ni o'ta tekshiruvi. Bunda ham aniq ateroskleroz ko'ringan bo'lsa, demak bu ham yuqori xavf omili hisoblanadi. Hali bular insult bo'lmagan, infarkt bo'lmagan, lekin aniq ateroskleroz bor. Buni tekshirganmiz. O'zini ko'taramiz. Uchinchisi, aynan yuqori xavfga kiradigan qandli diabet bilan qandli diabet kasalligiga ega va organlar shikastlangan, ya'ni target organ damage. Bunda bemor birinchi tip qandli diabet bo'lsa, kamida 20 yildan o'tgan bo'lishi kerak. Ya'ni bemorda aniqlanganida 20 yildan o'tgan bo'lishi kerak va xavf omili 3 va undan yuqori bo'lishi kerak. Va ikkinchi holat bu severe chronic kidney disease, ya'ni xronический почечный недостаточность yoki xronический почечный bolezni. Bunda 4-bosqich yoki 5-bosqichda, ya'ni estimated glomerular filtration rate 30 dan pasaygan yoki umuman gemodializ olayotgan bemor bo'lishi mumkin. Keyingisi mana bu shkala bo'yicha skolik va skolik shkalasi 20% dan yuqori bo'lsa ham, bu ham yuqori xavf omilli bemorlar hisoblanadi. Bu yerda o'zini o'rta, yuqori very extreme deb endi yuqori xavfli bemorlarga qasdlar kiradi. Bularda qonda xolesterin miqdori 8 millimoldan baland bo'lsa, lekin bularda hali qandli diabet yo'q, infarkt o'tkazmagan, insult o'tkazmagan bo'lsa ham, bu yuqori xavfga kiradi. Va qon bosimi 180 dan, ya'ni gipertonik kriz 180 dan baland bo'ladigan bo'lsa, bunday bemorlarda yuqori xavf bo'ladi. Va o'rta xavfdagi bemorlar mana bu skolik shkalasi bo'yicha 10-20% oralig'ida bo'lishi kerak. Bu shkalani qayerdan olamiz deganimizda Google dan qidirsa bo'ladi. The find of Google skolik deb yozilsa, bu yerda tayyor kalkulyator chiqadi. Bundan foydalanish mumkin. Bu jadvalimizda bemorda lipidlarni kamaytiruvchi terapiyani boshlashimiz kerakmi yo'qmi degan savolga javob beradi. Xavf omillariga qarab turib, biz o'sha aytaylik ezitimib, razolastatin boshqa dorilarni beramizmi yo'qmi? Shuni bilib olishimiz mumkin. Mana bu yerda lipidlarning qondagi miqdori va bu yerda xavf omillariga qarab turib, agar mana bu yashil rangda turganlari, ular faqat maslahat bersak bo'ladi. Ya'ni only advice lifestyle modification. Sariq rangda turganlari, bularda first one lifestyle modification. Если вы хотите, consider adding drugs, может быть розовостатин или ezitimib или agar juda yuqori xavfda turgan bo'lsa, обязательно lifestyle modification, ya'ni hayot tarzini o'zgartirish va bemorga
lipid lowering terapiyani boshlashimiz shart degan. Bu yerda yangi rekomendatsiyalar chiqqan, ya'ni bemorga biz lipid lowering terapiyani boshlashimiz uchun to'g'ridan-to'g'ri ko'rsatma, ya'ni обязательно berish kerak. Bunda eng yuqori xavf o'zi mana very high risk plus low LDL'da miqdori 1.8 dan past bo'ldimi, siz обязательно bularga lipid lowering terapiyani boshlashingiz kerak. Bu birinchi A klassida berilyapti, ya'ni обязательно berilishi shart degan. Va keyingi holatda agar juda yuqori xavf bo'lib turib, birov turdan baland bo'ladigan bo'lsa, bunda siz agar bu terapiyani boshlasangiz yaxshi bo'ladi. Ya'ni to'g'ridan-to'g'ri bir ay emas, balki 2 oy should be considered demoqchi. Bu yerda yana yangi tavsiyalar. Agar bemor statin qabul qilishga qarshi ko'rsatmasi bo'lsa, ya'ni jigarda qandaydir patologiya bo'lsa, nima qilishimiz kerak? Ya'ni no statin therapy degani bu. Bunday holatda biz bemorda albatta statin bo'lmagan boshqa lipidlarni kamaytiruvchi dorilardan foydalanishimiz mumkin. Bu birinchi A klassida beriladi. Ya'ni statin qabul qilinmayapti, o'rniga boshqa dorilar obязательно berilishi shart. Bu qaysi bo'lishi mumkin? Bu yangi tavsiyanomalarda bempedoik aksid degan yangi dori chiqdi va shuni to'g'ridan-to'g'ri statin qabul qilinmaydigan bemorga berishni tavsiya qilyapti. Bu birinchi klass B deb berilyapti tavsiyanomalar. Agar bu kislotaga biz statin yoki ezitimni qo'shib birga beradigan bo'lsak, biz yanada yuqori effekt olishimiz mumkin ekan. Va yana bitta ajoyib dori chiqqan, bu antitalan, ya'ni to'g'ridan-to'g'ri nishoniga ta'sir qiladi. Nojo'ya ta'sir yo'q, to'g'ridan-to'g'ri aynan lipidlarga ta'sir qiladigan evinasumab degan dori, ya'ni bu antitalan hisoblanadi. Bu klassika. Bu yerda boshda qisqa aytib o'tgandik, ya'ni o'tkir koronar sindrom paytida bemorda lipid lowering terapiyani yuqoriroq effekt bilan qo'llash, ya'ni bemorga statin beryapmizmi, yuqori dozada berish. Ezitimni qo'shib beryapmizmi, yuqori dozada berish. Ya'ni intensification of lipid lowering therapy, ya'ni yuqori kuchlanishda qo'llashimiz haqida birinchi C klassida beryapti. Endi ikkinchisi combination therapy, ya'ni statin bilan ezitimni qo'llash hozirgi kunda juda ommalashdi va samara juda yaxshi bo'lyapti. Faqat buni kuzatib amaliyotda ko'rsangiz haqiqatdan natija zo'r bo'ladi. Keyingisi yana bitta muhim ma'lumot, dietary supplements or vitamins. Ya'ni bizda qo'shimcha biologik faol moddalar, aytaylik, omega 3 bor, turli xil vitaminlar bor, B guruhi vitaminlar. Agar bu vitaminlar without proven safety, ya'ni xavfsizligi isbotlanmagan bo'lsa, qo'llanmaydi. Buni qo'llanmaydi. Uchinchi B klass qilib beryapti. Misol uchun biz omega 3 ta lipidlarni kamaytiruvchi effekti bor deymiz, lekin haqiqatda tadqiqotlarda isbotlanganmi yo'qmi bilmaymiz. Shuning uchun va bu yerda oxirgi ma'lumotimiz eng muhimlaridan mana bu statinlarni qo'llash orqali lipidlarning darajasi necha foizga pasayayotganligini rezultat. E'tibor bering, bu yerda asosan monoterapiya va eng yuqori effekt berayotgani mana bu. Qarang. PSK9-MAP, ya'ni o'sha antibody deganimiz xuddi shu 60% gacha bitta o'zi shuncha effekt beradi. Agar biz ularni kombinatsiya qilib qo'llaydigan bo'lsak, hattoki 86% gacha 86% qilib berishi mumkin. Спасибо большое за такой доклад. Такой вопрос. Есть ли у вас в Ташкенте липидологи, на отдельной профессии липидолог? Кардиолог, липидолог. Допустим, кардиолог, кардиолог, липидолог. Он не bilmaydi. Я не знаю, кардиолог, липидолог. Нет, вот такой. У нас есть. И еще один вопрос. Как вы относитесь к инициационным формам холестерин снижающих препаратов? Инъекционные формы.
Или у вас тоже не statinlarnikini eshitgan lekin foydalanmagan. Oldin